Ko'kcha dahasida joylashgan Shayx Zayniddin bobo maqbarasi 14-15 asrlarga mansub bo'lgan me'morchilik uslubida barpo qilingan. Shayx Zayniddin bobo tabarruk 95 yoshga yetib 1259-yili vafot etadi. Ul zotning jasadlarini mana shu yerga dafn etadilar. Shayx Zayniddin bobo 1164-yilda Bag'dod shahrida tug'ilgan. Shayx Zayniddinning otalari Shayx Shahobiddin Abu Hafs Umar Suhravardiydir. U kishi atoqli olim va jamoat arbobi bo'lib, Suhravardiya tasavvuf tariqatini yaratganlar. Avoruf ul Ma'orif nomli mashhur kitobning muallifi. Bu kitob arab, fors, ingliz, nemis va boshqa tillarda ko'p martalab nashr etilgan. Bu kitobda ilm fanga qanday munosabatda bo'lish kerak, odamning xulq-atvori, odob axloqi, jamiyatda o'zini qanday tutishi kerakligi, poklanish usullari, komil inson bo'lish uchun ma'orif va ma'rifat, ma'naviyat, madaniyat imkoniyatlaridan foydalanish lozimligi tushuntirib beriladi. Mana shunday davlat va din arbobi, buyuk mutasavvif olim Suhravardiyning o'g'li, Toshkentda ko'p savobli ishlar qilgan jamiyat arbobi Shayx Zayniddin bobo ko'xi orifon maqbarasi 100 yillar o'tibdiki, atoqli allomai fuzarolar uchun ham, arbob va fuqarolar uchun ham aziz ziyoratgohga aylangan. Chunonchi Sohibqiron Amir Temur bobomiz 14-asr oxiri va 15-asrning boshlarida Shayx Zayniddin bobo ko'xi orifon Toshkandiy maqbarasini 3 marta ziyorat qildilar va maqbarani qaytadan ta'mir ettirdilar. Mashhur davlat va din arbobi Hoji Ahror Vali ham Samarqanddan kelib ushbu maqbarani bir necha marta ziyorat qilganlar. Navoiy bobomiz ham o'z kitoblarida Suhravardiylar sulolasini hurmat bilan tilga olganlar. Shuni ham aytish joizki, mashhur mutafakkir va shoir Shayx Sa'diy Bo'ston kitobida Suhravardiyni o'z ustozim deb e'tirof etgan. Rivoyat qilinishicha, Shayx Zayniddin bobo yoshligida o'z otasi Shayx Shahobiddinning ko'rsatmasiga ko'ra Bag'doddan Toshkentga kelib, Ko'kcha mavzesidagi eski qabriston yonida mavjud bo'lgan chillaxonaga joylashadi va shu yerda yashay boshlaydi. Ul zot o'z zamonasining bilimdon kishilardan bo'lib, Suhravardiya tariqatining solihlaridan edi. Binobarin Toshkent ahliga tasavvuf ilmidan va'zlar o'qib, ma'rifatdan saboq beradi. Shayx Zayniddin bobo chillaxonada yashay boshlagach, asta-sekin uning atrofiga odamlar ko'chib kelib, maskan quradilar. Bir necha yillar o'tgach, Shayx Zayniddin boboning zurriyotidan tarqagan avlod hamda ko'chib kelgan ixlosmandlar jamoasining nufuzi orta borib, qabriston yonida bir qishloq 13-asrda vujudga keladi. Mazkur qishloqning nomini Shayx Zayniddin boboga nisbat berilib, Quyi Orifon, oqimlar qishlog'i deb atay boshlaydilar. Keyinchalik Oqilon, oqillar deb atalib ketgan bo'lsa kerak. Shayx Zayniddin bobomiz qishda chillasi, yozda chillasi, qish kunligi, yoz kunligi o'sha vaqtlarda hisoblagan. Masalan, 40 kunlik chilla bor, 90 kunlik chilla bor, qachon kun uzun bo'ladi, qisqa bo'ladi, o'sha vaqtlarda hisoblaganlar. Ya'ni dehqonlar qaysi vaqtda hosilni ekish kerak yoki yig'ishtirish kerak, shular to'g'risida ham ma'lumotlar berganlar. Hozirgi kunda ham bu kishining ilmlaridan foydalanadi, ya'ni taqvimlaridan. Namoz vaqtlarini ham shu kishining taqvimiga qarab vaqtlarni bilishgan. Mana bu Shayx Zayniddin bobomizning chillaxonalari, ya'ni rasadxonalari. Bu rasadxonada Shayx Zayniddin bobo o'zlari qurayotganda ustalariga chizmalarini chizdirib, keyinchalik mana shu rasadxonada
ijod qilganlarki, mana bu yerda ham chizmalari bor. Boya ham aytib o'tgandik. Mana quyosh yozning kuni tepadan bu xonaga tushadi. Ya'ni siz bilan biz kirgan xonaga, yana hozir pastga tushganimizda yana bitta xona bor. 2 qavatdan iborat bu yer. Yozda qanaqa tushadi, qishda qanaqa tushadi? Mana shularni hammasini hisob-kitob qilgan holda qishda chillalarini, yoz chillalari qachon kun uzun bo'ladi yoki qisqa bo'ladi, shunga qarab bu yerda hisob-kitoblar qilgan. Mana bu yerda yana aniq ma'lumotlar bor. 40 kunlik chilla qaysi chisloda kiradi yoki 90 kunlik chilla, yoz chillalari, qish chillalari, mana bu taqvim aniq asoslab berganlar Shayx Zayniddin bobo. Ushbu tarixiy va muqaddas qadamjolarga ziyorat hamda sayohat qilish uchun har yili dunyoning turli burchaklaridan minglab sayyohlar tashrif buyurishmoqda. Ko'kcha dahasidan o'tgan kishi ulug'vor qubboyu osmono'par minoralarga bir nigoh tashlaydi. Bu ikkisining yonma-yon turishini ko'rgan kishi ulug'vorlik va poklik insoniyatning qon tomirida borligini anglaydi va ular sari intiladi. Haqiqatdan ham masjid, xonaqoh poklik ramzi bo'lib kelgan. Bunday ramzlar yurtimizning ko'p joylarida uchraydi. Bu salobatli inshoot Shayx Zayniddin jome masjidi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga qarashli Shayx Zayniddin jome masjidi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashganligi uchun shu nom bilan ataladi. Keyingi yillarda Shayx Zayniddin bobo masjidi binosi butunlay qayta qurildi. Ko'kka bo'y cho'zib turadigan osmono'par minora va mahobatli gumbazni boshida ko'tarib turgan ko'rkam xonaqoh tez fursatda qurib bitkazildi. Masjid binosi 6000 ta namozxonga mo'ljallangan bo'lib, 2 qanoti, 2 qavatli xonaqoh, oshxona, mutavvali va imom xatib xonalaridan iborat bo'lib, boshqa bir qancha qulayliklarga ega. Masjidning bezagi uchun xattotlik san'ati, ganch va yog'och o'ymakorlik ishlari keng qo'llanilgan. Sharqqa qaragan eshikdan ichkariga qadam qo'yishingiz bilan me'morchilikning o'ziga xos go'zal namunasiga duch kelasiz. Bino tepalaridagi gumbaz markazi naqshlar majmuasi ila ziynatlangan. Har bir bezak g'oyatda nafislik hamda aniq geometrik o'lchovlar asosida o'ta yuksak mahorat ila chizilgan. Ichki devorlar go'zal bitiklar, Qur'on oyatlari bilan nihoyalangan.